Toshkentga tramvay qaytadi. Bu haqda Fransiya Tashqi ishlar vazirligida bo'lib o'tgan vazirlik idoralararo hujjatlarni imzolash marosimida qatnashgan jurnalist Aziza Qurbonova xabar qildi. Qayd etilishicha, Toshkent shahar hokimi o'rinbosari Sharof Rahmonov va Fransiya tashqi savdo va xorijdagi fuqarolar bo'yicha vazir delegat Loren Sen-Martin tramvay tizimini amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasini imzolagan. Hujjat imzolanganiga oradan bir necha kun o'tganiga qaramay, Toshkent hokimligi o'z tomonidan imzolangan va shahar hayotida katta ahamiyat kasb etadigan bunday loyiha haqida lom-lum demadi. Transport vazirligiga yuzlanganimizda esa bu loyiha hokimlik tomonidan imzolangani va ular shug'ullanishini aytildi. Qayta qurilishi kutilayotgan tramvaylar haqida. Esingizda bo'lsa, bundan 9 yil oldin 2016-yilda 100 yillik tarixga ega Toshkent tramvayidan voz kechilgandi. Markaziy Osiyodagi eng qadimiy va katta, uzoq yillar poytaxt ahliga beminnat xizmat qilgan ushbu tramvay tizimi 1912-yil 29-dekabr kuni foydalanishga topshirilgan. Lekin bunga qisqa vaqt ichida erishilmagan. Toshkentda tramvay qurish va foydalanish to'g'risidagi shartnoma undan 16 yil oldin 1896-yilda Toshkent rasmiylari hamda belgiyalik tadbirkorlar Edvard Epman tomonidan imzolangan. Poytaxtliklarga bir asr xizmat qilgan tramvay liniyalari 2000-yillarga kelib, birin-ketin yopila boshladi. 2008-yili birdaniga 3 tramvay liniyalari yopilib, shaharda 11 ta tramvay yo'nalishi qolgan. 2016-yilga qadar qisqartirish va yopilishlar davom etdi va xuddi shu yili 28-mart kuni shaharning o'sha paytdagi hokimi Rahmonbek Usmonov barcha tramvay yo'nalishlari yopilishini e'lon qildi. Mazkur qaror avtomobil transport sonining muntazam ortib borayotgani, ko'cha tarmoqlarining yetarli darajada rivojlanmagani va tramvay yo'nalishlarining samarasiz faoliyati sababi qabul qilingani aytildi. 2-may kuni 17-yo'nalishning so'nggi vagoni depoga kirib kelishi bilan Toshkent tramvayining 115 yillik tarixi yakun topdi. Bu paytda shaharda tramvay bor yo'g'i 7 ta yo'nalish harakatda edi. Faoliyati to'xtatilgan tramvay o'rniga yangi avtobus yo'nalishlari yo'lga qo'yilishi ma'lum qilingandi. Shundan so'ng toshkentliklar xayrlashish uchun tramvaylarga chiqib suratga tushib, ularni ijtimoiy tarmoq sahifalariga joylashtirishgandi. Buni poytaxtliklar yaxshi eslaydi. O'shanda faollar Toshkent tramvayini rivojlantirishga ko'p vaqt va mablag' ketgani va ular poytaxt uchun eng yaxshi jamoat transporti ekanini aytishgandi. Qayta qurishga harakat. 2016-yili tramvay liniyalari yopilganda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari biri quyidagicha post qoldirdi. Balki bir necha yildan keyin Toshkentning keyingi rasmiylari katta xato qilib qo'yganini anglab yetar va atrof muhitni himoya qilish maqsadida yana tramvay yo'llarini qurib, tramvay sotib olish kerak degan qarorga kelar. Ha, shunday ham bo'ldi. Yopilganidan 6 yil o'tib, poytaxtga yana tramvaylarni qaytarish harakati boshlandi. Xo'sh, voz kechilgan va yo'llardan izi o'chirilgan tramvaylarni qayta qurishga nima turtki bo'lyapti? Prezident Shavkat Mirziyoyevga ko'ra, xalq shuni xohlayapti. Mirziyoyev 2022-yilning fevralida Samarqandga qilgan tashrifi davomida shaharda tramvay bor ekanini alohida qayd etib, tramvayni Toshkentga ham qaytarmoqchimiz, fuqarolardan bu borada ko'plab xatlar va murojaatlar kelyapti degan edi. Yana qurish uchun esa buzish kerak. Bir qancha poytaxtliklarda tramvay liniyalarini qurish uchun yana yo'llar buziladimi degan savol tug'ilishi mumkin. Ammo Do'st Muhammadovga ko'ra, tramvay bunga arziydi. Qurilish vaqtida yo'lda yopib ish olib boriladi, lekin yo'lni bundan ham foydasiz narsalar uchun tez-tez yopib turishadi-ku. Masalan, truba almashtirish uchun deydi Qalampir o'z bilan suhbatida. Shaharlarda qurilishlar ortidan yuzaga chiqadigan tirbandlik va boshqa noqulayliklar haqida gapirgan vazir Mahkamov shunday degandi. Endi mutaxassislar bizga eski va yangi Toshkentni bog'laydigan liniya qurishdan boshlash kerakligini aytishmoqda. Agar hozir shahar ichida tramvay qurilishni boshlasak, tirbandliklar ham duch kelamiz deyishyapti. Tramvay ishga tushirilgandan keyin esa balki qurilish vaqtida bu juda uzoq vaqt talab etadi.
2024-yilning martida esa transport vaziri Ilhom Mahkamov tramvayning nihoyatda kerakli infrastrukturaligini aytib, u orqali poytaxt va Yangi Toshkent bog'lanishi, shuningdek shahar ichida tramvayni qaysi yo'nalishlarga qo'yish masalasi ustida ishlayotganini ma'lum qilgandi. Vazir 2016-yilda tramvaylar harakati to'liq to'xtatilgani haqida gapirar ekan, o'sha paytda u boshqa sohada bo'lganini aytgan. Hozir esa soha vakili sifatida aytamanki, tramvay Toshkent shahri uchun nihoyatda kerakli infrastruktura. Mavjud bo'lgan tramvayni bekor qilish, balki menimcha u paytlarda u qadar tirbandliklar bo'lmagan, jozibadorlik, muhtojlik sezilmagan. U paytlarda o'ziga yarasha sabablari bo'lgan bo'lsa kerak. Qolganida ham baribir uni modernizatsiya qilib yangilash talab etilardi. Tramvaylarning o'zi ham, yo'li ham eskicha usulda qurilgan. Bu infratuzilma albatta bizga kerak degan u.